Hurmatli do'stlar, Baliqchi marketga yangi palatkamizda sotuvga keldi. Razmeri kelgan bo'lsak, hozir do'konimga sig'dirgan bo'ldim, hayron qoldim. Xo'p, 240 ga 240, balandligi 170 bo'lar ekan. Mana bu joylari ular 2 qavatlik, alohida bunaqa sekka qo'yib ketilgan chivin pashlarga qarshi. Bu joydan navesi chiqar ekan 1 metrga yaqin. Buni ichini kengligini ko'ringlar. 6 qirrali bo'lar ekan. Poli o'zida suv o'tkazmaydi, nam o'tkazmaydi. Har bitta derazasida o'zida pashaga qarshi himoyasi bor. Hamma choklari 2 qavatlik, derazalar keyin ko'proq qilingan, suv o'tkazmas ekan bu choklar. Xo'p, jami bitta, ikkita, 3ta, 4ta derazasi ikki tomondan kirib chiqishi eshigi bor. Tepadan anaqa setga joylab qo'yib ketilgan, havo yaxshi aylanish uchun. Bu narsasi palatka ichiga chiroq yoqib qo'yish uchun juda ham yaxshi qilingan ekan. Olib yurgandan juda ham ixcham, o'zini chexolida ko'rdinglar, yig'ilganda chexolida solib yurishga juda ham qulay. 4 kishi bemalol ichida sig'adi, mana shu bemalol yuribman mana hozir. Juda ham zo'r tekisbat, tayin tortib qo'ysanglar, ochirib. Yana bu kengayadi. Hozir men joyimcha tortgan hisobiga ocholmadik, tashqarida yomg'ir yog'ayotgani uchun buni bayta qozoqlari bor, yana har tomonga tortchilik yana ham kengayaveradi. Sifati juda ham zo'r, olib yurishga hech qancha joy olmaydi. Mana korobkasi. Korobkasi hech qancha emas. 240 170. Mana o'zining navisi ham chiqadi, qozoqlari ham bor, yuklari ham bor. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Baliqchi market Farg'onada sotuvda mavjud.